61 savolda 1 3 5 triizopropil siklogeksan. Siklogeksan. Hop. Birinchi uglerodda izopropil radikali bor ekan. Uchinchi uglerodda 1 2 3 4 5 6. Uchinchi uglerodimizda izopropil radikali bor ekan. Beshinchi uglerodda izopropil radikali bor ekan. Qaysilari to'g'ri? Birinchi birlamchi uglerod atomlar soni, ikkilamchi uglerod atomlar sonidan 2 marta ko'p. Birlamchi uglerodlarni sanab chiqaman. 1 2 3 4 5 6 ta. Ikkilamchilarni sanab chiqaman. 1 2 3 ta, 2 barobar ko'p ekan. Xo'p, uglerod birlamchi uglerodlarimiz 6 ta, ikkilamchi uglerodlarimiz 3 ta. To'g'ri keladi. Birni olamiz. 2. Birlamchi uglerod atomlar soni uchlamchi uglerod atomlar soniga teng. Uchlamchi uglerodlarni sanab chiqaman. 1 2 3 4 5 6 6 ta. Uchlamchi uglerodlarimiz 6 ta ekan. To'g'ri keladi. 2 ni ham olamiz. Uchlamchi uglerod atomlar soni ikkilamchi uglerod atomlar soniga teng. Yo'q. Ikkilamchilarimiz 3 ta, uchlamchilarimiz 6 ta. 4. Birlamchi uglerod atomlar soni uchlamchi uglerod atomlar sonidan 2 marta ko'p. Birlamchilarimiz uchlamchidan 2 marta ko'p. Yo'q, birlamchilarimiz uchlamchilar soniga teng. 4 ni ham chopib boramiz. Javob A. To'g'ri keladigan.